Yani otam bilan 15 yildan beri ko'rishmaganmiz. Endi 15-kuni chiqaman deyapti. O'shanga endi men ustalarni olib kelganman. Uylarni sal tozalatib, netib qo'ying deb qilib tozalatyapmiz endi uni. Anaqlarda. Qudag'ay, mana bugun 15-oktyabr. Bu haromda ham otasini aniqlik kiritish kuni keldi. O'g'lim, men yo'ldaman, mana Pervolda. Mana shu tog'ning narki tomoniga o'tib olsam, otang yoningda. Daraxtlarni kestirib, oqlatib tayyorlat. Mana bugun kechqurun ommaga aytamiz. Seni otaligingni men seni o'g'lim men seni otangligingni tan olaman bugun ommada. Nasib bo'lsa, shuncha yil sen haromni kuttirdim. Mana va'daga vafo, maniki Pervolga chiqib boryapman o'g'lim. Mana xalqqa bugun chiqib ikkomiz tan olamiz. Sen haromni keyin men denka qildiraman. O'ynashdan bo'lganmisan yo rostdan meni o'g'limmisan? Ko't bolam, men yo'ldaman. Mana shu tog'ning narki tomoniga o'tsam, otang yoningda. Zirt-zirt to'ylar muborak.